Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakat. Karimjon usta obunachilari, bugun mana katta novvoslarimiz kiloga 67-68 million. Bu necha kilo chiqdi ekan? 700 kilo. Necha puldan bo'libdi qoraga? 700 kilo bo'lsa, 703 kilo. 703 kilo. Ama nariga zo'r kelib qo'yibdi, To'mas, ha? Nariga zo'r kelib qo'yibdi. Nariga zo'r. Qani mana bu novvosimiz necha? Necha puldan bo'ldi kiloga, To'mas? 66 dan. 66 dan, ha. Ko'rish tepasi 430 kiloga. 430 kilo. Ko'rish bilan tepasi. 66 mingdan 430 kilo chiqqan novvosimiz akalar. Yana mana katta semental novvoslarimiz chiqqan akalar. Bo'ylari taxminan shu 160 atrofida da. 155, 160 katta novvos akalar. Ya da yana bitta semental. 66 mingdan 7 kilo. 6 kilo mana akalar. Mana shvedlarimiz chiqqan, onaqa sementallar mana akalar. 500. 66 mingdan deyapti. 535. Hay yura canavar. Qo'yanda o'zingiz, nomlab. Ketdi. Ya'ni qancha chiqargan ekan? 490 kilo chiqadi. 516. Pasporti bormi? 516 kilo chiqdi akalar. 66 mingdan 6 kilo chiqdi ekan. Katta novvos. 516 kilo. 68 qo'shuv 100 ming bor, ha? 68 mingga kilodan bo'libdi, keyin 100 ming qo'shib berilar ekan akalar. Mana baraka. Necha kilo chiqargan? 68 mingdan kiloga 100 ming qo'shib beradi. Alijon, so'rab getiring. Ha. Alijon. Necha oy bor? 407 kilo chiqdi akalar. 407 kilo. Op 407 kilo chiqqan novvosimiz 68 mingdan kiloga 100 ming qo'shib berar ekan akalar. Mana qo'chqorlarimiz 83,5 mingdan bo'lyapti ekan kiloga akalar. Katta qo'y boqadiganlar 83 mingdan kiloga. Qancha ekan? Bo'l tushiraylik. Mana yana bitta novvosimiz. Qani bu necha pul chiqadi? 66 mingdan. 66 mingdan mana akalar. 700 kiloni tepasi bo'lsa kerak, qani. Mol qimillab turibdi-da. So'rayapti. Katta buqamiz baraka bo'ldi. 66 dan. 66 mingdan baraka bo'lgan novvosimiz. Qani necha kilo chiqadi? 780 kilo chiqdi. Baqqanning otasiga rahmat mana. Mana shu novvosimiz. Bo'ylar taxminan 140 atrofida ekanlar. 780 kilo keladi. Qo'ylarimiz mana 83 ming. 80 mingdan shu 83 minggacha bo'lyapti ekanda. 85 ming har xil o'ziga qarab. 95 kilo chiqdi shu qo'chqarimiz akalar mana. Ya'ni bu shved novvosi. Necha pul deyapsizlar aka? 50 million kam bor deyilyapti. Necha pul bo'ldi savdosi? 5,5 million qilayotgan. Rosa urug'i bo'lganda akalar mana German shved so'raganlarga.
Qo'ylar taxminan 1.45-1.50 atrofida. Yani undan kattalari ham chiqdi, mana gigantlar. Ne kelar. Shvet olaparoda. Bu ham o'ta katta ekan, bo'ylari 1.60 atrofida. Nech pul deyapsizlar ekan, usta aka buni? Nimasi aka? Narxi 70 kam bor. 70 kam bor. Nech pulga bordi savdo? Savdosi 64 mingdan tarozi so'raydi. 70 million kam bor deyilayotgan novvosimiz mana 64 mingdan kiloga so'rayapti, bermayapti akamiz. Katta novvosi borlar hisoblar chiqaraverasa, qo'ylar ham mana bugun to'lgan. Biz har kuni to'ladi mana. 83 mingdan kiloga ko'rdik qo'ylarni. Endi bilmadik, 85 mingdan ham tortilyapti mana katta gigant qo'ylar. Yana qo'ylar. 17 kilo chiqdi. Ana ona qo'ydi kattalar. Olmasa 5 kilo otib beryapsiz. Mana 70. Bunday narsa-da Mashimol foyda qilmaydi, joniga qo'ying meni qiynada molga. Oltin tepasiga ekan. 70 mingdan mana kiloga so'ralyapti akalar. 5 kilo skidga qilib bering. Tortdingizmi buni? Necha kilo chiqdi? Kelishib olishsin keyin. Nech pul deyapsiz aka? Hozir 70 mingdan savdosi bo'lib turibdi-da buni. Bo'ylari 1.40 atrofida, qani necha kilo chiqar ekan? 66 ming. Mana shu yerda mana 70 mingdan kiloga baraka bo'lyapti. 70 mingdan akalar kiloga. Bu aka 200 ming necha pullik aka eshittiringda bir og'zin sozayapti 1 milliondan oshiq qolyapti. 200 ming haddimiz to'g'rimi bitta mol? Boshqasiga bermayman, siz uchun beryapman. Sizchilik uchun olyapti. Hali Bo'ldi, asli berishni bera olmaysiz. Yo'q. Xorazmlarni ular to'laydi bu. Aka bir martalik odam. Jon uka, boshqasiga bermayman, aslan qilmayman, bo'ldi. Bir martalik emasmiz, 200 ming o'tib bering. Bering aka, endicha xayr qilib bering, foydalansin. Sizga mana bu, to'g'ri shuning sizga. Mashimol 70 mingdan kiloga 200 ming o'tib bering. Berdi, mashimol foyda qilmaydi. O'rg'alachiga bitta mol olgandan keyin unaqa pulga men ham so'rayman. Bo'ldi, siz uchun 70 mingdan bor edi. Bu to'g'ri. O'tib bera olmayman, ey. Kelganda 500 ming o'tib beray, qo'ying nima qilasiz? 100 ming o'tib berasiz. Bo'ldi, ana arravoz zo'r oldi. Baraka. Baraka. Yana so'rayapti. 100 ming so'm o'tib berasiz, yo'l kirasiz uchun molni. Bo'ldi, ana bering endi aka. Bering endi aka. Endi kallasini ham qimirlatib. Qimirlasdan olib beraman. Va bir og'zim sozaysa o'g'il bolachilikka 2 mingga olyapman. Baraka bo'ldimi? Bir martalik odam bo'lsa ekan, qo'y buni o'tib bera olmayman. Bozorda odamiz. Bering aka. 100 ming o'tib bering. Aka siz hurmatingizni olyapman. Beringlar endi 100 ming aka, biz savdosi yurib ketsin. Va sizga ham qarayapti-da, jichchalik bo'lyapti. 100 ming yo'l kirasini o'tib berasiz. Ana, baraka. Bering endi shuncha mehnat. Qasr berdim, man qarang. Yo'q, qattiq ekan kamda. 2 kilo o'tib berasiz desa men 130 ming o'tib berasiz. 100 ming o'tib berasiz puldan. Men gapirib qo'ydim, nima qilasiz endi? Yo'l kirasiga beraman shu. Mashbola ziyon qiladi hozir. Bitta ipaylab tortib oladi o'g'lim. Nech pullik kelsa 100 ming o'tib berasiz. Asl 50 ming so'm sizga o'tib Yo'q, man qarang-da. 50 ming o'tgan o'g'il bola shunaqa qilasiz. Hozirmi hovurida mas'ullar eshittiringda mol sotasizlar, qol qo'lida barakasi bor deb. Men mas'ulga kelganda mo'g'arab turing, o'tib beraman, oling bo'ldi, nima qilasiz? Levoy payt gapingizni olganmiz, teskari qarab ketgan emasmiz. 50 ming pulda bir-birimizni argina qilib bering. Bering endi aka. Eshittiringda 1 milliondan oshiq olsam 50 mingga xatim so'rayman, shu qilayotgan ishni hozirgi to'g'risida. Bu yerda kallasini qimirlatib turibdi. Men siz uchun gapirib qo'ydim. Bo'ldi, oling, nima qilasiz? Ya 100 mingga o'tib beraman, vaqt kelganda qo'ying. Baraka bo'ldi mana. 70 mingdan kiloga 50 ming so'm o'tib berdi. Barakasini bersin. Necha kilo chiqar ekan, qani? Kilosini bilib ketamiz deganlar. Keyin boshqalarni ko'rsatamiz. Mana 3 tasi 10.5 ming qo'chqarlarimiz. Arzon bo'pti. Arzonmi? 10.5 bo'lsa necha puldan bo'ladi? 35 dan bo'lsa 3.5 danmi? Ha, barralar ham mana shuna deyapti-da, kichkinalarni ham. Lekin mo'larsa suvi yo'g'onroq ekanda.
3,5dan bo'pti akalar. Qo'chqorchalar. Qani ketdi mana 70 mingdan taroziga. Qani necha kilo chiqqan? Katta novosi bolalar uchun spesialniy video bo'ldi akalar shular. Andijon xonzomi Mana 70 mingdan 50 ming so'm qaytarib beradi. Kilosini aytasiz. 608 kilo. To'xtadimchi turgan to'xtada. Yanasi turganda og'zini so'q qoladi. Yanasi deb chiqadi. 608 kilo. Qo'lim nodir. Barakasini bersin. Yanisi olib beradi. 608 kilo chiqdi akalar. Bo'ylari 1.40 atrofida. Yaxshi chiqdi ama. Zo'r chiqdi. Mana akalar katta novvoslar ko'p chiqyapti bozorga. Yana andaqalaridan. Shuning uchun uyda iloji boricha uyda berib o'rganinglar ham yaxshi bozorda kashkash qilgandan bozor to'la katta novvoslarga. Lekin kilolari ham yaxshi o'lyapti ama. 66 ming, 65 ming, 70 minggacha ko'rdik bugungi bozorda akalar. Uydan shu 66 dan berib yuborsanglar ham bo'laveradigan xonasi ekanda. Chunki katta novvoslar bozor yopib chiqqandan keyin oyog'i, yet betini urib olyapti, tushayotib, qiynanyapti-da. Agar mabodo sotilmay qolsa o'zingizlarga jabr bo'ladi. Ishlaringlarga omad hammanglarni. Joninglar sog' bo'lsin, uzoq yaqinda tomosha qilayotganlar. Bu videomiz mana spesialniy katta novvos so'raganlar ko'p edi. Mana katta novvos mana kilolarga 70 minggacha ko'rdik bu bozorda, Shahrixonmol bozorida. Ko'pchilik go'sht tushib ketdi, nech pul olarkin degandi mana akalar. Bozor tushgan yo'q, nabarot yaxshi ko'tarilib qolgan, 70 mingga chiqib qolgan. Joninglar sog' bo'lsin hammanglar.